kuzatuvchilari va SNUSning ashaddiy muxlislari, bugun sizlar uchun Jaguar kombayni bilan birga bir makajo'xorilar o'radigan ikki qatorli navisnoy va sudratma texnikalarimizni qisqacha obzorini qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishni unutmang. SNUS kompaniyasida ikki xil makajo'xori uruvchi ikki qatorli texnikalarimiz mavjud. Birinchisi navisnoy, ya'ni osma, narxi 220 million so'm. Bu texnikamizni ishlatish uchun 100 tadan yuqori ot kuchli traktorlar talab qilinadi. Ikkinchisi sudratma, ya'ni sudrab yuradi urish uchun. Bunimizga 85 tadan yuqori ot kuchli traktorlarimiz talab qilinadi. Sudratmasining narxi 240 million so'm, navisnoyning narxi 220 million so'm. Bu texnikalarimizni video obzorini birinchi navisnoydan boshlaymiz. Bu navisnoyimizning shirniy zaxvatasi 125 bo'ladi. Bu 60, 70, 76, 90 qator orasidan ikki qatorda bemalol ura oladi va uradigan pichoqlari mana Jaguar kombaynlarga o'xshab bir xil arrali va mana bu yerdan mana silosda olib kirib ketadi. Bu yerda ichkariga shinekka, ya'ni izmichitilga olib boradigan ikkita baraban joylashgan. Izmichitilga keladigan bo'lsak, izmichitilda 12 ta pichoq joylashgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Arrali pichoq va bu pichoqlarda o'tkillash sistemasi bor. Bu yerda toshi joylashgan. Bemalol shu tosh bilan o'tkillasangiz bo'ladi. Izmichitildan silos maydalangandan keyin mana bu parraklar hisobiga, parraklarda tez aylanish hisobiga silsaprovoddan silosda bemalol katta havo mashinalarga ham otib yetkazdirib beradi. Silsaprovodi 180 gradusda aylanadi va ko'tarib tushirish uchun silindrlari mavjud. Ichki tomonini ko'rib chiqsangiz, mana barabanda aylantirish uchun 3 tali rimon qo'yilgan. Bu yerda reduktorlari juda ham mustahkam qilib ishlangan. Mana ichlarini ko'rishingiz mumkin. Barabanlarda bemalol tiqilib qolsa, buksot qilish uchun hamma sharoitlar qilingan. Prujinalar va predaxlanitellar qo'yilgan. Bunimiz bemalol bir kunda agar mashinalaringiz, yeringiz katta maydon bo'lsa 7 gektar, 8 gektargacha olib borishi mumkin o'rimda. Va buni hozirgacha 2020-yildan beri ishlatyapti. Vodiy tomonda juda ham yaxshi efekt bergan. Ikki qatorlikda sudratmasi ham xuddi shunaqa holatda, faqat farqi sudratma buniki, sudrab yurib uradi. Endi mana bu qismini bu yerda palisi bor. Olib qo'yib ochasiz va traktor yoniga bemalol o'tkazsangiz bo'ladi. Bu yerdan kardanni chiqarib turib, reduktorni bu yoniga ulab qo'yasiz. Bu moslama qilingan. Shundan keyin traktorda yonida bemalol yura oladi va yo'l ochish uchun orqa machasi yurishga moslashtirgan. Bu orqa machasi yurib yo'l ochish juda ham qulaylik hisoblanadi buning uchun. Traktorda yonida yurib, oshiqcha poyalarni ezib ketmaydi. mm bormasdi. Surtmamizni farqi faqat mana bu yerda dishlasda. Xuddi mana shu navisnoy texnikani bu yerga dishlali qilgan, sudrab yurish uchun dishlasda 3 ta kardan bo'ladi. Bu 3 ta kardan qo'ygan sababi ham uzunlik hisobiga va reduktorga kuchlanishni kamaytirish uchun 3 ta kardan qo'ygan. Bu yerda ham xuddi 2 ta reduktor bor. Farqi faqat shu dishlasda. Mana tortib yurish dishlasda. Mana silsaprovodlari va qolgan joylari, izmilchitillari hammasi bir xil. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Pichoqlari bundan 12 ta joylashgan. Xuddi navisnoydaqa. Mana ichki qismlari ham barabanda aylantiruvchi rimellar, izmichitillarga harakat beruvchi reduktorlar hammasi bir xil. Faqat narxida va sudrab yurish texnikasi farq qiladi. Navisnoy 220 million so'm va sudratmasi 240 million so'm. Bu narxlardan albatta skidkalari bor. Bu narxlardan SNUSning barcha filiallaridan lizing asosida, nasiya savdo asosida va bo'lib to'lash asosida bemalol xarid qilishlaringiz mumkin va yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun bizdagi pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bemalol sizlarga to'liq ma'lumotlarni yetkazdirib beramiz.